Yo, pane babam ro'yxat ertalab tushib ketibdi. Yo, hammaga salom, sizlar bilan Mastromik va yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz nima qilishimiz kerak? Albatta biz sayohatga chiqamiz. Chunki men kechqurun internetdan zo'r narsalar zakaz qilib qo'yaman. Ko'rishga tayyormisizlar? Siz tayyormisiz? Obuna bo'lmasanglar ko'rsatmayman, davayte. Sizlarga 3 soniya vaqt obuna bo'lishinglar kerak, davay. Men uchun obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyaga illikni qo'ysa, necha bo'lish javobini ham yozib qo'ydim, davayte. Sizlarga 3 sekund vaqt keyin ko'rsataman. 1 2 cho'ragam ketyapti, 2,5 3. Albatta siz obuna bo'ldingizga umid qilaman, chunki siz malades bo'lasiz. Albatta ota-onasini yaxshi ko'rganlar obuna bo'lsin. Albatta hazil podpischiklar, sizlar. Xo'sh, biz mana bunday narsalar olib kelganmiz. Yo, boshdan o'xshamay qoldi. Bu joyni ko'rmadim deb hisoblaylar. Qani tayyormisizlar? Tadam! Mana bunday chodir hamma narsa aynalishga zo'r narsalar olib qo'yaman va bular bilan men albatta undan oldin biz polizlar. Sababi bizda hali 1000 ta obunachi yo'q. 1000 ta obunachi bo'lmaganlar videosini boshida albatta polizlarni tozalash kerak. 1000 ta obunachisi borlarga majburiy emas, holati tozalanmaydi. Lekin sizlar menga 1000 ta obunachi yig'mayapsizlar. Bu уже 3-video chiqyapti. Shu videodan keyin 1000 ta obunachi yig'ib bermasanglar, уже uyat podpischiklar. Men ancha uyalib qolyapman. Meni sheriklarim masxara qilyapti. Seni podpischiklarning 3 ta videodan ham 1000 ta obunachi yig'ib bo'lmayapti-ku. Biz уже bir dona video qo'ysak 1000 ta bo'lib ketyapti obunachilarimiz deb menga gapirishyapti. Albatta sizlar obuna bo'linglar, shuni iltimos qilib qolaman va yangi videolar menda kanalimda har kuni chiqyapti podpischiklar. Har kuni chiqyapti men kanalimda. Если что, ko'rishinglar mumkin. Bemalol like bosinglar. Bundan oldingi videolar ham juda ham qiziqarli bo'lgan. Shuning uchun albatta obuna bo'linglar. Nimaga bu begonani agar o'tini yig'ishtiryapsan desanglar, o'zimiz agar o't pishmabdi, lekin biz menga hammaga o't yig'ishtirishga ruxsat bergan. Sababi 1000 ta obunachim yo'qdi, chunki bu qishloqdagi eng arzon va eng oddiy ish. Shuning uchun buniga hech balo qilib bo'lmaydi, sizlar tushunishinglar uchun. Davayte biz o'zimizga kerakli narsalar olib olamiz. Kartoshka ham pishirib olishimiz mumkin. Xo'sh, yaxshi, mana bularni ham hammasini olib olamiz. Chodira bu yoqqa, bu yoqqa o'tin. Mana bu o'tinlar bilan biz yoqsak bo'ladi-da. Mana bo'ldi, qarasho, biz ketdik podpischiklar. Xo'sh, hattoki bizda telefonimiz ham yo'q. Kecha kun telefonim sinib qoldi. Yangi telefon olish uchun pul kerak. Pul bo'lishi uchun biz normalniroq ishga kirishimiz kerak. Normalniroq ishga kirish uchun 1000 ta obunachi bo'lish kerak. 1000 ta obunachi bo'lgandan keyin biz normalniroq pul topamiz. Xo'sh, mana bu yetillarga yetib qo'ydim. Men o'zim uyda yo'q shekilli. Xo'sh, yetilmay sayohatga chiqib ketyapman. Bugun kechqurun yoki ertalab kelaman. Bo'pti, ko'rishguncha. Bo'pti. Xo'p, merga yetib qo'yarsana. Albatta. Xo'sh, yaxshi bo'lmasa biz ketdik yo'nalishga podpischiklar. Sizlarga aytsam, let's go podpischiklar. Davayte biz qaysi tomonga boramiz? Babadayni, mamadayni. Mana shu tomonga boramiz. Eslicho, davay. Mana bu sigirda qaranglar, bir rukalasini yo'raman. Afsuski qonunga xilof. Bunday qilib bo'lmaydi. Bo'lmasam biz hech qachon och qolmagan bo'lardik, lekin biz noqonuniy sigirlarni o'ldirishga Minecraft adminlar ruxsat bermaydi va bizga ban yoki biroz muddatga mut berib qo'yishi mumkin. Bu juda ham yomon, sizlarga video chiqarmay qolishi mumkin. Albatta shuning uchun qoidalarni buzmasdan yuramiz. Ko'l bo'yiga bemalol bir mash'ullarga qurish kerak. Davayte, hozirlarga men master klass ko'rsataman. Xo'sh, teparoqqa chiqib olaydi. Xo'sh, mana bu taroqda ham cho'tki joyga, lekin hamma 1 2 3 wow! Ko'rishlar mumkin podpischiklar. Suzmayapti. Suzmayapti. Nimaga personajim ham mayli suzmasin. Endi bu yoqdan qaytga joy qilmoqchi edim men bu. Davayte yana bitta sakrab ko'rsataman. Davay. Mana bu daraxt tepasiga chiqib mashdan ko'rsataman sizlarga. Yo'may. Shop, mana bu o'rgimchi to'rimi? Vutto. O'rgamchi yo'q. O'rgamchi yo'q. Spider-Man kitaman. Davay. Men Spider-Man. Pichki. To'rim chiqmayapti-yu. Yo'q, mana buni o'rgamchi yo'q ekan, eski ekan. What the fuck, nima bu o'rgamchi? Sas yotib, chang bosib yotib keldi. Hamma podpischiklar, men ichida nima bor ekan? Xo'sh, arasidan ko'rishga harakat qilamiz. Ichida nima? Mashinami? Yo'q, mashina bor ekan ichida. Podpischiklar buni ham soxta bo'lsa kerak. Haqiqiy o'rgamchi to'qimagan bo'lishi mumkin. Davayte, buni ochib ko'ramiz. Ochilmayapti. Ochil. Hozir matani ochib tashlayman. Ochil. Ochdim podpischiklar. Granata. Bomba bor ekan. Merga yetish. Yo'q.
Mana unga tiqilib qoldim, palakat tiqilib qolib chiqib ketib bo'lmayapti. Bo'ldi chotki podpisчиклар buni hozir biz to'yim mana otib olamiz. Qatiga tushdi o'zi. Hammayga tushibdi. Ovale ana ko'rgan yomon ucharkan podpisчиклар. Bu uzoqqa uchmas ekan. Mana mediumda tushib qo'yapti. Yo'q podpisчиклар. Bu bitta xos tushdimi? Yo'q. Yana tushdimi? Yo'q, xazinani qas. Yana tushdimi? Yo'q, mana bu granatlar mana bularni biz xavfsizlashtirishimiz kerak. Qizilini kessammikan, ko'kini kessammikan. Mayli, o'ltirlar, uxlatish kerak. Bu originalmikan? Davayt ishlab ko'ramiz, hozir ishlab ko'ramiz. Xo'sh, yeb ko'rchi. Haqiqiy ekan podpisчиклар. Mana bu gelik podpisчиклар, bu haqiqiy. Agar motori bo'lsa haqiqiy bo'ladi. Motori bor ekan. Yo'q, bu demak haqiqiy. 100% mana bu xaritani ham olamiz. Birortasiga aldab sotib olishimiz mumkin bo'ladi albatta. Kelinglar podpisчиклар bilan. Mana bu ham jonga tegib yordi ama. Bu sindirib bo'lmas ekan. Yemay ko'zgacha bor ekan, shuni yashirib turar ekan bu. Olovdan taqasi bu sehrli narsasi bu. Mana ko'taroq ot yelida, biz ana Mersimizni olib chiqib ketishimiz kerak bo'ladi deb podpisчиклар. Biz o'z sayohatga chiqib Mersi bo'ldik. Ko'rdinglarmi podpisчиклар, qanchalik men bilan yursanglar, qanaqadir qiziqarli narsalarga sodir bo'lasizlar degan umidimiz. Let's go. Bo'lmasa biz mana bu yerni ochib oldik. Endi bo'lsa kelinglar, mana bu narsani yo'qotishga harakat qilamiz. Xo'sh, nastroykasiga kirib oldik. Mana buni qilsak bo'ldi. Xo'sh, barakat. Xo'sh, endi bo'lsa buni biz mana shunday qilamiz. Yo'mayo. Bo'ldi. Qarashu. Yo'mayo, gelik. Buzilib ketadi, hozir portlab ketadi geligimiz. Portlab ketadi hozir, podpisчиклар. Portlab ketadi hozir. Pashole geligim ham evakuator ko'rdi. Evakuatordan qilamiz, birorta boyda mashinasi tiqilib qolibdi deymiz, keyin o'zim mashinam deymiz, keyin buni uxlatib ketamiz. Davayda obunachilar biz dam olishda davom ettiramiz. Kelinglar biz chodir-podirlar qo'yamiz, keyinchalik bu gelikni olib ketamiz. Albatta chodirlar qat'iy qurasini desanglar, gelikni shu yaqinrog'iga qurib qo'yaveramiz. Sababi nimaga desanglar, shunga nimaligini o'zim ham bilmayman. Xo'sh, qarash shu chodirni davayt mana shu yerga bunday qilib qo'yamiz. Nimaga bu yerdan o'qilyapsan desa, kimdir bizga kelib, biz mana shu yerga geligim tiqilib qolib, o'sha yerga joy qo'yardim deymiz. Nima ham berdik boshqa. Davayt ichiga qo'yib bo'larmikin buni? Yo'q, ichiga qo'yib bo'larmikin? Ichiga qani. Mana xato ketdi. Xo'sh, mana buni ichiga bir nima qilib Jennerson, yo'q. Umuman olganda o'xshamayapti, Jennerson. Mana bu yerga bunday qilib qo'yamiz, keyinchalik chodirni qo'yamiz hozirlayman. Imba plus. Opa, qani. Yo'q, mana vafsha xalaqit beryapti. Obunachilar, ichilgan kola, Evstan lavash. Davay, mana uni olish kerak. Olmay. Pashol va pishaynalishing ham salarda. Men o'tin yoqib, uyni yoqaveraman. Hammasini asabimni buzyapti. Bular podpisчиклар men o'z asabimni buzishga harakat qilyapti. Bo'pti, xayr, sizlar bilan men Istromik bo'ldim. Keyingi videogacha xayr. Albatta sizlar bilan Istromik bo'ldi. Biz hozir mana uni evakuator chaqirib, u qilib aniqlamiz. Uje ko'rishlar mumkin, bizda gelikimiz bor. Keyingi videolarda gelikni nima qilganimizni ko'rsataman. Xohlasanglar sotib olamiz, xohlasanglar boshqa narsa qilamiz. Albatta kommentariyaga o'zingizlarning izohlaringizni yozib qoldiringlar. Sizlar bilan men Istromik bo'ldim. Keyingi videogacha aldushi xayr. Let's go. Opa, obunachilar va sheboru